Hop, keyingi masala 16-masala. 12 volt kuchlanishga ega o'zgaruvchan elektr zanjiriga ketma-ket 4 ohm aktiv, 60 ohm sig'im qarshilik va 60 ohm induktiv qarshiliklar ulangan deyapti. Kondensatordagi kuchlanishni nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Hop. Demak, aktiv qarshilik bor bizda va sig'im qarshilik ulanyapti, kondensator va g'altak ulanyapti. Ketma-ket qilib o'zgaruvchan tok zanjiriga. Mana bu to'lqinsimon shu o'zgaruvchan tok belgisi. Endi mana bu aktiv qarshilik bizda 4 ohm. 4 ohm. Hop, sig'im qarshilik RC bizda 60 ohm. Va e'tibor bersak, induktiv qarshilik ham sig'im qarshilik bilan bir xil qiymat 60 ohm. Hop, sig'im qarshilik teng hop induktiv qarshilikka o'sha rezonans hodisasi bo'ladi. Uni bilardik. Va bunda to'la qarshiligimiz o'zi mana bunday bo'ladi. R aktiv kvadrat plus o'sha RC minus RL ning kvadrati bo'ladi. Bir-biriga teng bo'lsa ayirmasi 0 bo'lib, to'liq qarshilik o'sha R aktiv chiqadi. Buni bilamiz. Endi hop, demak, mana bu yerdagi umumiy tokni topib olsa bo'lar ekan. Bu I umumiy tokimiz, I tokimiz. Shu U taqsim bilamiz R to'la qarshilik RZ bo'ladi. U bizda bor 12 volt. Demak, tokimiz I teng U bizda 12 volt. Z chiqadi. Mana bundan RZ aktivga teng 4. Demak, aktiv qarshilik 4, RZ demak aktivga teng 4. Demak 3 amper chiqdi tokimiz. Demak, mana bu joydagi tok 3 amper. Bizdan kondensatordagi kuchlanish UC so'ralyapti. I ko'paygani RC bo'ladi. Hop, shunda I3 sig'im bizda qarshiligimiz 60. 63 ga ko'paytirsak 180 degan javob chiqadi.